Barchaga salom. Siz hech bel og'rig'isiz uyg'onishni orzu qilganmisiz? Noqulaylik, surunkali charchoq haqida unutish va harakatlardagi yengillikni his qilishni-chi? Sizga salomatlik olamidagi shov-shuvga sabab bo'lgan magnitli Wellbuild turmalin belbog'ini taqdim etaman. Ushbu belbog' Xitoy tibbiyotining qadimli bilimlari va eng yangi texnologiyalarini o'zida mujassam etgan. Magnitlar va turmalinlar, ular bel sohasi uchun juda foydali. Ularni jihatlari bilan tanishamiz. Qolaversa, efir oxirigacha siz mana shu belbog'ga 30% chegirmada olishingiz mumkin. Salomatlik uchun 3 ta qimmatbaho sizni kutmoqda. Qanday deysizmi? Tez orada bilib olasiz. Demak, turmalindan boshlaymiz. Xitoyda bu yarim qimmatbaho mineralni salomatlik va energiya toshi deb atashadi. Uning o'ziga xosligi shundaki, u infraqizil, issiqlik va manfiy ion nurlarni taratadi. Ular mutlaqo taningizni foydasiga ishlaydi. Oddiy belbog' faqatgina yuzaki effekt beradi. Turmalinlarning infraqizil nurlari esa organizm to'qimalariga chuqur kirib, mushak va bo'g'imlarni ichkaridan isitadi. Bu nurlar qon aylanishini yaxshilab, yallig'lanishni bartaraf etadi va shishlarni kamaytiradi. Chuqur dam olishni ta'minlash, mushaklar siqilishi va zo'riqishni bartaraf etish vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, magnitlar bilan birgalikda kuchli qizdiruvchi effekt beradi. Belbog' tanangizni issiqlik bilan faollashtiradi. Uni taqing va bir necha daqiqadan keyin yoqimli bir tekis issiqlikni his qiling. Bel yuzasi suv bilan namlansa, yana ham issiqlik darajasi ortadi. Havo vitaminlari deb ataladigan manfiy ionlar esa telefonlar va maishiy texnikalardan keladigan zararli nurlardan asraydi. Umumiy holatni yaxshilashga, stress darajasini pasaytirishga va hatto organizmni energetik muvozanatini tiklashga yordam beradi. Bu belbog' ayniqsa beldagi surunkali og'riqlar, osteoxondroz, artrit yoki radikulitdan aziyat chekadiganlarga juda ham mos keladi. Nima uchun xitoyliklar uzoq umr ko'rishadi? Sababi ular aynan azaldan tabiatning shifobaxsh xususiyatlaridan keng foydalanishadi. Siz ham foydalaning. Wellbuild turmalin belbog'ini hoziroq buyurtma qiling va 30% pulingizni tejab qoling. Bilasizmi, yoqimlisi bu sizni sovg'alaringiz. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va oyoq massaj gilamchasi mana shu yonimda mutlaqo bepul sizga taqdim etiladi. Agar shishlar, og'riqlar, charchoq spazmlarni kamaytirmoqchi bo'lsangiz, oyoqlaringizni gilamchaga qo'ying. Mikroto'lqinlar oyoq panjasida faol nuqtalarni yumshoq uqalaydi. Qadimda Xitoyda bu nuqtalar barcha a'zolarning holati bilan bevosita bog'liq ekanligini, salomatlik oyoqlardan boshlanishini bilishgan. Har kuni oyoqlaringizni gilamchaga qo'yib uqalang. O'zingizni yaxshi his qiling. Gilamcha sizga sovg'a. Lekin bu hali hammasi emas. Sizni yana sovg'alar kutmoqda. Artraproning bir emas, 2 ta tizza bandi sizlar uchun. Ular tizzalaringizni to'g'ri holatda ushlab turadi va bo'g'imlaringizga tushadigan yukni kamaytiradi. Yurish osonroq va qulayroq bo'ladi. Vaqtni yo'qotmang, hoziroq qo'ng'iroq qiling. Belbog' deyarli sezilmaydi va kiyim ostida umuman bilinmaydi. Maxsus ushlovchi plastinkalar tufayli belbog' joydan siljimaydi. Mana va belga muahkam o'rnashadi. Qo'ng'iroq qiling va biz sizga kerakli o'lchamlarni tavsiya etamiz. Ota-onangizni sog'lig'i siz uchun eng qimmatli narsa, to'g'rimi? Shuning uchun ham Wellbuild belbog'i sizlar uchun, ular uchun eng zo'r sovg'a bo'la oladi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Turmalin belbog'ni 30% chegirma bilan xarid qiling. Sovg'a sifatida oyoq uchun massaj gilamchasi, 2 ta Artrapro tizza bandini qo'lga kiritasiz. Ushbu ajoyib taklifni qo'ldan boy bermang. Tezroq qo'ng'iroq qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman.